8-chi savol. 2x parchalanib 2y plus z ni hosil qilyapti. Reaksiya bo'yicha 1 litr idishga 1 mol x gaz joylashtirildi. Uning 80% parchalanganda sistema muvozanatiga keldi. Xo'p. Muvozanatdagi bosim 4.2 atmosfera bo'lsa, muvozanat konstantasini toping. Xo'p, x modda 2x parchalanib 2y va z ni hosil qilyapti. Shunda x moddani 1 mol beryapti. Idish hajmi 1 litr bo'lgandan keyin o'sha 1 molim 1 mol taqsim litrga teng bo'laveradi. Shunda 1 mol litr 100% bo'lsa 80% qancha desak 0.8 mol litr parchalandi x. X dan 2 parchalanganda y dan 2 hosil bo'ladi. Z dan 1 hosil bo'ladi. X dan 0.8 parchalanganda y dan 0.8 hosil bo'ladi. Z dan 0.4 hosil bo'ladi. Shunda x dastlab 1 edi. Ayirib yuborsam 0.2 muvozanat holatda qolyapti. Endi bular endi muvozanat holatda. Umumiy yig'indi 1.4 bo'lyapti. Shunda x ga tegishlisi 0.2, y ga tegishlisi 0.8, z ga tegishlisi 0.4. Bizda bosimga aylantirib olamiz. Bizda umumiy bosim 4.2 edi. 4.2 dan qancha desak, hop, bu 0.6, bu 2.4, bu 1.6. Muvozanat holatda ekan sentratsiyalar. Konstantani topish uchun y ni kvadrati, z ni birinchisi bo'lamiz x ni kvadratiga. Natija 2.4 ni kvadrati 1.6 ni birinchisi 0.6 ni kvadrati. Natija 19.2 chiqadi. D javob to'g'ri ekan. 9-chi savol. 4 mol suvda necha mol glyukoza eritilsa 20% li eritma hosil bo'ladi? 4 mol suv 18 gram 1 moli 4 molga ko'paytirsam 72 gram bo'ladi. Shunda glyukoza x mol, buni qancha molligini bilmaymiz. 20% li eritma degan umumiy 100% bo'lsak, undan 100 gram, 20 gram glyukozaga 80 gram suvga tegishli bo'ladi. 80 gram suvga 20 gram glyukoza to'g'ri kelsa, bizdagi suv 72 gram. 72 gramga qancha desam, 18 gram glyukoza. Molyar massasi glyukozaniki 180 gram. Bu 1 mol bo'lsa 18 grami qancha desak 0.1 mol. A javob to'g'ri bo'ladi. Endi 10-chi savol. Ma'lum temperaturada mis kuporosining eruvchanligi 100 bo'lsa, hosil bo'lgan eritmadagi mis2 sulfat massa ulushini aniqlang. Xo'p, mis kuporos, mis sulfat 5 molekula suv. Xo'p. Eruvchanligi 100 ga teng shuni. Ya'ni 100 gram suvda 100 gram mis kuporos eriydigan. Jami eritma 200 gram bo'ladi. Mis kuporos 160 gram edi. Ya'ni 90 gram suv, 160 gram mis sulfat bo'lsa, qo'shsak 250 gram mis kuporos. Uni tarkibida 160 gram mis sulfat bo'lsa, 100 gram mis kuporos tarkibida qancha desam, mis sulfatning massasi 64 gram. Bizda umumiy 200 gram eritma bor edi. Bu 100% bo'lsa, uning tarkibidagi mis sulfat 64 gram ekan. Necha foiz bo'ladi desak, 32% bo'ladi. To'g'ri javob C bo'ladi.